Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Crazy Public YouTube kanali. Bugun biz sizlar bilan bizning konkursimizda g'alaba qozongan 2 obunachilarimizni lob o'ynatamiz va ularga UC podarka qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Bu yerda bizning 2 obunachilarimiz hozir lob o'ynamoqda. Bu birinchi obunachimiz bilmaganki, ya'ni 416 da lob o'ynashimizni boshida aytganmiz, afsuski korekka qo'yib yuborishgan. Bu yerda men hozir videoni tezlashtiraman, chunki bunga sabab sizlarning vaqtingizni olmoqchi emasman. Videoni qisqa qilib qo'ymoqchiman. Qisqacha qilib aytganda, men bu yerda videoni tezlashtirganman. Chunki video cho'zilib ketmasligi sabab bu yerda obunachilarim otishadi va hozir siz ko'rib turgan obunachim bu lobbida yutib chiqadi va UC'ni oladi. Va bu yerda obunachilarim, ya'ni ikkinchi obunachimning juda ham jahli chiqib ketadi. Chunki birinchi obunachim juda ham kuchli o'ynaganligi sabab Drabash qurolida ham chiqib kelaveradi. Agarda siz ham shu, ya'ni UC yutib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyaga aydingizni yozib qo'ysangiz, 2 ta obunachimni tanlab olaman va ularning o'rtasida yana mana shunaqa qilib lob o'ynataman va UC'larni tashab beraman.